Jerman Tuleysa. Jerman Tuleysa. Jerman Tuleysa. Nimeni qo'ysa? Men sendan Jerman so'ramsam ya. Bak ket. Ketemang. Qamamay. Kete. Jerman Tuleysa. Jerman Tuleysa. Söylememse, Jerman'ın söylememse sen söylememse, Jerman Tuleysa. Aman gül. Oy, yaxshi mı? Amma yaxshi turdingizmi? Aman gül. Nechaman qaytyapsiz? Sefer jarayonida toza charchagansiz, ha? Men O'zbekiston Yezdi hukumatining shofiri Ahmadjon bo'laman. Meni Aziz Shoji oldingizga avatgan edi. Ha, mundaqdan dadam o'zichi. U yez kadrlarga yig'in ichib qoldi. Necha kundan beri sal aldirash bo'lib qoldi shu. Shundaqmi? Ha. Mang'aylamsa sog'lam. Mang'ayla. Mashqalamsi. Pastga qolgandi. Yuring. Bo'ldi. Yuring. Bu bir yil jarayonida toz jafo chekdingiz, ha? Undaqmi emas? Japoning rahiti bo'lgansiz. Yuringlar. Mashina av yoqda qolgan. Mashina ana. Yuringlar av yoqda bor. Yuring asonlar. Uy ichim neden o'tdan turayotganda? O'tdan turayotganda. Mening cho'g'onamni bekim dedim kelganmi? Mashinaga chiqaylik. Qani, mashinaga chiqaylik. Qani. Bo'lsanglar, yo'lgacha bekor charchab ketgansiz aqcha. Avval bizning uyga berib aramini bilib, andan yuzga boraylik bo'lamdi. Buncha bo'lam emas. O'ginishingiz bekcha baliqtirsa. Yo'l azobi, go'r azobi degan gap emasmi? Shuni deyman. Qaytib kelganingiz nihoyatda obdan bo'ldi. Aziz Shojining har bir so'rin ham yig'inlarda sizning gapingizni qilmaydigan biror kunimi yo'q. Yanılı şu yezli hükümet tarmağıdaki 300 mo'lik bog'lanchilik maydonining gipidir shu. Shu bo'lmaychi. Bog'lanchilik maydon Bo'stoniyasining go'har tug'digan to'g'osi dama. Kirimi haqiqatan shuncha yaxshimi? Uni bir dema. Har yili mevalardan qildigan kirimidan boshqa mevilik, mevasiz ko'chat ham qalamchilardan necha yuz ming so'm kirim qiladi emasmi? Kirimi nihoyatda yaxshi. Şu dadam meni Yezigilik universitetidan bog'lanchilik kasbida o'qitdi emasmi? Aziz Shoji rastali yiroqni ko'radigan odam. Bog'lanchilik maydonining texnikasi bormi? Bah,
lekin Mahmudxon akamiz hozir qiyirib qoldi. U sizning kelishingizni to'rt ko'z bilan kutib turyapti shu. Voy, öygüm kep kaptık. Gap bilan bo'lib, uyga kelganimizni o'qmay qapdik. Keldik Şeyli. Şeyli. Shaharning manzarasida ajab o'zgarishlar ko'p bo'lib ketibdi-ku. Shu emasmi? O'zgarish bekla tez. Amangul, avval To'qmoqli kentidagi onangizning qishiga boramsiz yoki Udulib Bo'ston yezaq hukumatga boramsiz, ha? Avval yezliq hukumatga berib, dadam bilan ko'rishib kelay. Sizlar bilan ertaga qichi ko'rishamiz. Bo'ladi. Xudo o'ylabsiz. Ma'qulamiz. Xo'sh. Ma'qulamiz, xo'sh. Xo'shamiz. Ma'qul. Xo'sh. Xo'shamiz. Xo'sh. 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 Sizni sevg'inib ketdim, dada. Yaxshitirdingizmi? Yaxshi. O'zingizcha. Yaxshitirdim, dada. Qizim. Yerina, dada. Siz o'rta maktabdan boshlab shaharda yotoqlik maktabda o'qig'achqa ancha bilib ketmaysiz. Bu odamning g'alati bir laqimi bor edi-ku. Nima? Jarimana. Buni unutmabsiz, ha, qizim. Bu ish tushimdagidek esimda bor, dada. Kentimizdagi cho'ng bolalar jarimana degan laqamni qo'shiq qilib o'ynaydi ekan-toq. Bu ish tushimdagidek esimda turibdi. Dada, bu odamga nima bundoq laqam qo'yilib qolgan bo'g'iydi? Deb bering, dada. To'g'ri. To'qmoqliq kentida mahsulot ko'tirib berilib, uzun o'tmayla Mahmudxonning kent boshlig'i degan nomi jarimona degan laqab bilan almashib qoldi. Chunki yangi iqtisodiy siyosat yurgizilgandan keyin 2 yil ichida ko'ni qarzlardan qutulganning tashaynida xelili atlinib, chiroyiga qon yugurib qolgan dehqonlar Mahmudxonning oldiga berib qarz osh, qarz pul deb uningga yalvurmaydi qoldi. Qutqizish uchun kigiz ko'pa, kiyim-kechak basilar deb chiroy sarg'atmaydigan bo'lib qolgan edi. Rastlaydi. Dehqonlar Mahmudxon boshliqning oldiga berib, qarz osh, qarz pul deb endi yalvurmaydigan, qutqizish kiyim-kechiga, kigiz ko'pi baslar deb yelinmaydigan bu qog'ashqa izzat obro'yim tiringida o'rilib ketdi. Amilim bo'lsa qeri eshakdek asqatmaydigan bo'ldi deb ko'ngli yerim bo'ldimi nima? Jarimoni bilan o'zini xo'sh qiladigan bo'ldi. Shu. O'g'illar, olimlar turli kashfiyotlarni yoritdiga. Nima bir kent boshlig'i bo'lgandan keyin jarmonini kashf qilib dehqonlarga o'zimni bir tuntib qo'yay dedim-ya. Shunday o'xshaydi. U mukofotlash, jazolash prinsipiga yo'lab har kuni yangidan yangi jarimalarni qo'yib agashga u laqam pichib tikkan tambaldek uningga kiyilib qoldi. Shu kichik bolalar qo'shaqimi qaytyapti. Qaranglar. Voy, Rossiya keldi. Quyosh parlar kun isi, yengil güzel yok geldi. Dehqonlar ishlaydi, kutgan vaqt qor keldi. Endi dehqon kulganlar, jarimani qor keldi. Tik o'rnib ro'yalin, bir qo'rg'on vaqt keldi. Bolalar ekan bu, ha? Shu. Ma qushqachi, Mahmudxon boshliqning qushqichi bu. O'zimi qushqachi. Vash. Mahmudxon boshliq ashunda qilaveradigan bo'lsa, Rastulloh obdan aplaydi jamoa.
Uca, ahir aşındaq deyib, bişim yeydi ha? Voy xudoyim ey. Mahmudxon akam bek adovatxo'r odam. Ular uni nemancha masxara qilishadigandu. Mushi Aziz akamning cho'z mijozini qanday qilsam bo'lar? Voy xudoyim. Digini rast. Hey, ağilla, koşakmışo, muş iz tükaşdan keşfiyatı den la. Hey, ağinlar. Kent başlarının xotini Oyxon Gildan ko'ch qo'yladi-ku. Bizning odamga jarimani suratlik jinchaplashib olgan o'xshaydi. U kechilarimi jarimani deb uyg'onib ketadi deb yurgidak. Ha. Bo'libmi sulton shoh kanat boshlig'ining jarmonisi kundan kunga ko'payib, xuddi yomg'irdan keyingi shumbidek ko'klab ketdi. Hey birodarlar. Oyxon ochimizning dadi ichiga sig'may qolgan gap. Bir kechasi kent boshlig'i jarmona degunicha xotinining ko'ksini seg'vat qildi. Muşu tükvay. Yaxshi oldu. Çele. Hey, tükvaş. Tünegin qonaqqa su başlab etqan hel qanaqchani ida biz anglab baqili, ha? Baba, ayta. Beşimdeki doppamning suv ichdi sho'lisi. Beşimdeki doppamning suv ichdi sho'lisi. Bizni boshliq Mahmudxon jirmona shaydosi. Bizni boshliq Mahmudxon jirmona shaydosi. Jirmona deydi her mukamlar keltirib. Jirmona deydi her mukamlar keltirib. Şudimu qatlaydı jirmona undirib. Şudimu qatlaydı jirmona undirib. Vaş, Mehmet Tükeş, Semet Kuşkaş. Özümün kimligimni bir tunutmasam, Mahmudcan bombay ketay. Bulup mu eziz? Körüp dur. Amirgan Gül Ayşem. Tul arısı Gülver Kallanı maymunda çiğkırtı taza. Öpkağını içinden bir kakay ki, müngüzüne tuyuğun ten çiğkırıp kessin. Hey Mehmet Tükeş, bu kulaklarını uzatlamazsan ko. Ha? Her moğusuna beş koydun. Yaza kaç büke.
15 koy. 15 koy cerimane töyleyse. Anladın mı? Hey, Samet Kuşkaş. Buğdaylarını acaba alı terip sen koy. Ha? Ha, Meyege, linde teripden meyege. bu yanın döngüne eğilip ben. Her mosuğa 6 koydun. Cerimane töyleyse. Aldı mı? Ha? Kolda birinin olmasa nimeni töyleymen? Ha? Ha? Yazı. 24 koy. Anladın mı? 24 koy. Ha, yazı. Eğer onu töyleydiğin pul olmasa, uyuda nim bolsa, şuna hesaplap ekitimiz. Aldı mı? Anladım. Bakma. Gülverhan, bu kır nemişka tüp selinmedi. Ha? Oy, qayeri tuz olmaptı başlık, ha? Dendi sağan taxtidek tüp düz turmamdı mana. Vay, tolu kasıldırmay. Cerimane töylesine. Yazı, buğalter. Bermosuğa 6 koydun. Neçke? 18 koy. Ha, 18 koy cerimane. 18 koy. Bu başlık. Men bolsam, muşu yalğız kızım bilen künlerim ilan-salan gorgül ütüvatkan tulxutun. Kanayga yağlaydigan yağ yok. Sunayga nerede turuptu degendek. Siligi berdigan jarimani nerede turuptu? Buğalter. Derhal onu uygu verip, cerimanenin yargıdek bir anasını ammızak, sıkçandan başka nesi yok şeyde bu dellide. Bana ya. Ha, maqul, shunday qilaylik. Bodi. Çıkar bu yaka. Kılıçlar, kutu. Köylülük ana kösatmışsan ha? Çile, bu yaka çile aldı bilen ha? Şüş görgenge ne bottu ha? Boldu kıl. Bugün sana üzerine bir köz koymaydıgan bolsam. Koymak değme, hey, koyma. Aldırmay dur ha? Sana üzerine bir köz koymuşsan. Koy bir de hutun ötülüp kılay. Olayman imanda. Üzerine bir köz atmışsan sana. Boldu koy ver. Hani roçuluk kılığını bir göre kile bu yaka ha? Şüş görgenge ne bottu ha? O da cüda koymaydıgan bolsam sen bilen ha? Üzerine bir köz kına. Karanlığa halayı, mavi xutun bizning bu kucak mozaylab tush ko'ribdiman deydi. Mushundaq tush ko'rsa bulamdi. İtiz eriqdan ot olding deb birga jarimani to'laganimiz oz kelgandek endi ikkiga to'lamdiq desam tush ko'rganga nim bo'pti deydi. Men deyman, bizning to'qmoqliqda kekirsangmi, yo'talsangmi, tush ko'rsangmi, hatto kirtdi chiqirvatsangmi, jarimani tursa desam bu xutun ha ma'qula meni kirtdi chiqirib etadigan usag'aq ko'rdingmi deb yaqamdan oldi. Hey, u degancha tush. Unog'ni jarimani qo'yg'iltirsa bu to'qmoqda yashamdoq yo'q biz ha? Qandoq degan gap bu? Hey xutun, jarimani deb tamg'u usiyotgan yerda tush ko'rganga jarimani qo'ymay qolamdi. Ha? Nima qo'ydikan? Kimga qo'ydikan, ha? Kimga qo'ydikan gap qila? Kimga qo'ydikan jarimanini, ha? Bo'ldi. Agar zuvaning tutib qoldigan de, gap qila. Ha? Kimga qo'ydikan? Qanday yo'lga bizga jarimani qo'ydigan, ha? Bo'ldi. Ay. Uruşma la. Ha hutun uruşsuma cerimane töleysizler.
Selimi xan paqpaqqa tetkoy. Ahmet xanға 5 koy cerimane. Oy, onda qımızda canım başlayıq. Uz Mahmud xanıka, bunundan keyin düşümüzni örmeyli, soqışmaylı. Balamda cerimanını bir taqlı bəslə. Balamda başlayıq. Ay, başlayıq. Mən sizə gep qılıbatdım. Başlayıq. Onda qımızla, cerimanını bir yoqla bəslə. Meni tanıştın mı? Ma Mahmud xanni unutib qilishmoqchi ma qasam. Qammaymiz Mahmud xanıka. Onda qımızla. Denegen Mahmud xanıkan, Mehmet akam, Samet akamlarga cerimani qo'ydi. Bizga qirni russam maqsan deganni bahona qilib, Boğalter katehdagi 3 million bir xo'rozni ip ketdi. O'ylab beqing. Mening ya dadam bo'lmasa, yolg'iz onam ashi to'xalarning tuxumini setib, uy xarajat qildigan tursa, voy xudoyim-ey. Gülayşen, nima deganingiz bu? Biz nima qiptimiz? Men qiptiman deysiz-ku. Tülgün Mehmet akam, Samet akamlar bilan etizlikda nimalarni deyishdinglar? Meni bilmaydi demsiz? Men hozirni berib, to'qalaringizning hammasini akab beray. Qara bu munofiqning ko'nglini qorlig'ini. Voy, bo'ldi qiling. Sizning ashi mijozingizdan ansirab, sizga birini deyishdimi qo'rqimi? Ishni siz yo'g'in deb etmoqchimi? Bunaqa qilsangiz qanday bo'ladi? Gülayşen, ularning qilayotgan ishi butunlay xato ish, bilamsiz? Uning xato bo'lsa-mu, u degan kent boshlig'i Qodir, bilamsiz? U degan Qodir. Unutib qolmang, u degan Qodir. Ams Qodir deb alam yutib o'ltirmizmi? Jinim iziz, undaq kajlik qilmang. Dehqonlarning pul, oshliq, qo'y o'shga, to'q, kigiz, gilam qatorliq narsalarni jarimaga sundirib, qodirlik hayv xumarini qondirib lazzat elayotgan kent boshlig'i Mahmud xonning jarimani kunduzi xiyolidan, kechsi tushidan chiqmag'achqa mushu kunlarda pat-pat jo'ylab turib ketadigan bo'lib qoldi. O'lish kun kechimi o'tiqi İştirak deyiringlar. Qodirxon, bo'lsa teza. Buni beryapman. Xaltin akaslar. Voy, sen kayinda qapsan ku. Tezda. Voy, tinchlikmi? Ey, qiz odamda bu. Bizga tajimon jariman to'laysan. Hey, to'xtag'ina. Mana kelib o'tay. Qani, chaqan bo'ladi. Bo'ldimi? Ha. Jarimane. To'laysan. To'lamay. Nolmas. Men Mahmud xon, o'tib o'tma. Jariman to'laysan. To'lamamsa. Jarimani to'lamamsa sen. Sen men to'lamagan odamni ko'ray. To'lamamsa. Seni ben boğup öldürdüm ben jarimanı to'lamamsa. Voy, tova. Voy, qanday qilay? Voy, tova. Tova. Qo'yin deyotgan xotinimni jarimani oladigan qanday tegib bas go'daydi bu? Ha? Jarimani olmagan men qoldim endi. Tova. Voy. Ne bo'ldi lan xotin? Nima adamlar? Bu urib yuribsizmi? Jarimani deb tovlab, yelimni bo'g'ib o'tirib qoldi tasqonlar. Ay, xapamanglar xotin. Shunda biri chaqirganda qildi. Shuning bilan Voy, bu chaqchimi jarimani deb endi hijib yoki jarimani deganinglar shivirlab, ushaq barmoqlaringlardan nimalarni sanagandek va qo'yning dumisini silgandek qilib bir obdan jo'ylaydinglar. Ajab bir necha qitim bo'ldi. Tamlardan jarimani so'rab, qosh qopig'ingni yerib oldinglar. Mana bugun bo'lsa, mendimi jarimani olmoqchi bo'lyapsizlar.
Voy Xudoyim. Siz neyliqi Hoshi xandag'an bir o'qitib bersak bo'lamdikin? Ya o'qitimi jarimanda qo'rqib kelmay qolammi? Endi bu uyga qandaqmi qilamiz? Hajab to'ydimmish jo'ylaydigan ishlardan. Hajab to'ydim. Pakime ve xotat. Tova. Hırkı özü çıkvaş. Şunda cerimane tölegili unmevedi. Şunu ulan. Sılının kanyonunu sıktım emez mi? İşte, ben bundak söylemeydim ha. Xudoyim. Onamni uyga kelsam bo'g'dak. Bu xudoy meni jariman to'ladib, gelimni bo'g'ib o'ltirib qo'ygan o'xshaydi bu uyda. Unda qamalı qo'ton, men sizga bir konalik tava ep berey. Etsiz ere ko'chko'ylarda seg'iz qanday sharaqshib, mashina haqi deb shimalajim ha. Osh iziz tukvash bilan ishqinlarning purchig'i hajabmi pishmidi? Qajalla qarsa ishqinlar osh kashki chuchu xo'razdek so'qishib yurdi. Ağinler, kelinglar, birdan o'tirlar. O'tiraylik. O'tiringlar. Mana endi iriqlarmi tütüz ravallashdi, ha? Ravallashdi. At suv başlasak, sularmi tütüz jorg'ilab ketiyordu. Qandaq dedi? Ajab mahardi o kishi. Kelinlar birdan o'ldiraylik. Yurib ketdi. Hani burası bugün qilib ishimizni qilib oldik, ha? Shu. Ey og'inlar, Oyxon bo'da ko'ch-ko'ylarda etiz qiladi, g'alati bir gaplarni qilib yuribdi. Sizlarni texnik xabaringlar yo'q o'xshamamdi. O'shabdi. Sizlarga desam bog'u, u to'g'riliq yen qo'shaqlarni to'qilib bo'ldi. Ha, shundaqmi? Shu. Shu ketganda bu. Hey, Ezes, birdan hadiq chiqamaylikmi? Ha? Sizning naqshangnimi toza saqlab turadi. Shunda qilaylik. Toza bir chala. Bana tepip Mahmudxon, ilib tursan jirmona. Bana tepip Mahmudxon, ilib tursan jirmona. Men kirdim u sidiye, qini olmam sen jirmona. Men kirdim u sidiye, qini olmam sen jirmona. Cülüp tahta peşini, ündürdün sen cirmana. Cülüp tahta peşini, ündürdün sen cirmana. Çiğkaçıdın kançini, ündürdün sen cirmana. Çiğkaçıdın kançini, ündürdün sen cirmana. Çiğkaçıdın kançini, ündürdün sen cirmana. Kapçıkvaş. Ha? Sen beni koşak ketip kasat pazarda bir pulga erzan, iki pulga kımmet kılıvettin ha? Qarab dur.
Men sana aytila özümni bir ko'rsatib qo'ymasam, kent boshlig'i Mahmudxon bo'lmay ketay. Xap. Qo'noq bilan kivazni buda bir qitim sug'urib olsa, yoqsi eshilib qolgan kivaz g'o'zlari echilib, deni qaytishaydigan qo'noqlar yana o'siz kelishib bo'g'icha pishib ulgurgidek. Yana bir navbat o'sli elib olg'idakman. Öz bala. Bak qo'noq va kivazlaringni yig'ishtirib, tushikcha kuziga terib. Bo'lmasa, 6 ko'ydan jeriman to'laysa, uqtimi? Nesa? Mahmudxon aka. Yozma. Kivaz bilan qo'noqqa suv boshlamoqchiman. O'siz kelish bo'g'icha qam qo'noqlar pishib, kivazmo yana bir qitim eshilib ulgurdi. Yo'q, bo'lmaydi. Bu degan siyosat masalasi. Ha. Yuqoridan qarorida 10-oyning 15-20larigacha kuziga terish deb belgilangan-ku. Hey, ish bilmagan xambala, siyosat deganni jonliq ishlarchilik. Men buda kep bo'g'ichilik, men deganni qilaver. Bo'lmasa, qo'shlab jeriman to'laysa, uqtimi? Ha? Ha, chuvash. Men deganda qilchimi? Mana bu daryoda suv uloq. Lekin ishni buzib, dehqonlarni qaqishtirayotgani mushiningdek kichik erixning mirablari. Qani, qo'lingdan kelganini qil. ha, qani, ha? Quloqlarni chopmabsa, kivazlaring tekshirib bulamabsa, 11 millionning har mo'siga 6 qo'ygan. Nech pul ekan? 66 koy. Ha, 66 koy jeriman to'laysa. Ha. Juba? Oldimi? Asta, foyda ziyonga o'zing ega degan gaplaringga ega bo'lishmamsan? Nemi yig'nag'ushdek dehqonning ko'ziga tiqilib olasan? Dehqonning dolisi amdila atlab ko'rib edi. Shuningmi ko'zdan qiziryapman-da? Sen hey, ben Elhamdülillah bize bularning jarmonasi qora hukumatning saysi aşağılardımı ko'payib ketdi qo'tan. Bularning amal xumar tutgan seri jarimanasimi to'lib ketdi qo'tan. Bir kun jarimani olmasa, kechisi ko'ziga uyqu kelmaydi. Kunduzi yegan ishi osh bo'lmaydi bu haqni. Sana 66 koy jarimani emas. 66 tal qog'ji gidisimi yo'q. nima? Nima dedi? Berib xotining oyog'ini ishaq qilib meni Sen qonunni bor. to'xtab tur. Hechini ham. Bo'g'altir menga. Xat to'xtab tur. Voy! O'zini sabr ko'z. Voy. Xata qo'limni qarab turmaydi. Xat. Voy. Menga kim bo'lar? Og'iz burnini bo'lib chiqarib bo'lsam. To'xtab tur. Xat to'xta, oldirma. Voy. Oldirma. Deysiz, kent boshlig'iga aytishimsiz qandoq? Ashu qarniyatga kelinib ketaymansa. Men sizni yelning demadim-ku. Faqat xorasida kulki qolmasa ekan deyman. Uni boshqa jati kuchim yetmagandan keyin masxir qilib bo'lsa-mo, uchimni olaman. Kent ichida uni sestib etman. U sizni noylik hukumatga chiqib, Unda qismi tex yaxshi. nima? Siz meni Siz meni nimandaq teriktirasiz? Sizga bir ish bo'lib qolsa, men qanday qilaman? Bo'ldi, yig'lamanga. Ben yuqoriga uning ishlarini imkos qilishga sharoit bo'ladi degan maqsadda shunday dedim Guloysha. To'g'ri shuni. Ko'nglim bir qismida turdi. Sizdan bak ensirab qoldi. Bo'ldi, yig'lamang deyman. Meni xato tushunib qolsiz. Men unaqa demoqchi emas, ha? Bu kunlarni uyutib ketadi, ha? Eski.
kent başlığı Mahmudxon tunnis bilan jo'ylib o'rnidan turib ketdi. Uning qattiq turdigan mushtlari quloq tubidan shiddat bilan egiz ko'tarilib, taxti beshiq tegishi bilan dastilaylik ichine uning beshiq jaranglab tushib, cho'qqisini yerib etdi. Tov demek iloj yo'q. Ölmekning ustiga tepmek degandek, yana bir oyoq qaytiqmi yumilab tushib, uning yuz ko'zlari va usti boshlarini bulg'ab etdi. Voy otam, voy qanday qilay, voy beshchiqlayotgan juvoynimak. Voy jariman jinjaplashgan sarang. Nima qiliqdi bu? Nima qiliqdi? Tova, tova, tova. Voy qanday qilay? Qanaqaga maz ko'tirib bas. Maz ko'tirib bas, maz ko'tirib. Mana besvatman. Bak otamning cheche, ağzını demiş qilganda. Meni to'yg'izadigan o'xshaydi bu odam. Voyjon, voyjon. Mana. Voy tova, voy tova. Qanday qilaman, qanday qilaman, qanday qilaman. Voy qaysing bor? Voy alvasti abga. Xo'shlarning oldida yana shavomni chitqi yaymoqchimisan? Aqlini chep ishgan divang. Yeliq kechsimi, mushundaq vaqirab mahalli ko'y, xulum qo'shlar yig'ilib ketib, nimalarni deyishmidi? Shularni unutib qoldingmi? Germana, Germana, Germana. Germana, Germana, Germana. Germana. Voy, voy, voyjon. Voy. Ha? Voy qanday qilay? Voy qanday qilay? Voy odamni qanday qilaman? Voyjon. Voy odam bormi? Voy qanday qilay? Voy odam bormi? Odam bormi deyman? Voy odam o'zi. Voy cho'qay kelinglar. Voy qanday qilay? Voy tova. Tova. Voy tova. Qo'shilib. Sizda vaqt ketdingiz. Ko'rishmandilar. Ma bizni o'ydiki jerimani jini chaplashgan sarang. Tomg'i usib bosh ko'zini yerib oldi qarashmanda. Qo'rqib jinim chiqaydi demasmi? Qandaqmi qilaman? Qandaqmi qilaman? Va qo'rqib ketdim jumuslar. Mahmudxon boshliq jarimani so'rmagan tam qopdi-da amdi, ha? Qanday qilay? Menga ishva o'xshaydi qo'shillarim, menga ishva o'xshaydi. Qandaqmi qilaman? Mahmudxon boshliq jarimani so'rmagan tam qopdi-kanda. Xo'p-da. Biz dehqonlarni ashunda qaqshatgandiki, Xudoyim shundoq jajisini berdi. Ajab obdan bo'pti. Tova, Xudoyim, tova. O'zining uyining temidimi jarimani oladigan qanday qadam bu? Uning rostli jarimani jini chaplashgan o'xshaydi. Hay Oyxon, jarimani degina qaraganda a'lari shamoldarib qolgan o'xshamamdi. Xudoyim, tova. Oshixondaxonni chaqirib bir o'qitmasi bog'dakchimi? Jinlarning ichida kanat boshlig'i Mahmudxonni bir badaklar gar qildi kalla. Sizlarga desam bag'o Jarmani dedi daverish shamoldarab qolganlikdan emas u. Balki beshida eliqen nima Lingirtoqda o'ynayotgan amal tadisining ansirab o'ziga tepib olgan ish u. Ko'pchilik, men qaranglar. Bu ish to'g'riliq ishnim deb bo'g'il bo'lmaydi. Nasir Naskal jinlarni bir qavm deydi ekan. Shuningga qaraganda Mahmudxon jarimandan biri bo'lsa-mi bordi? Sarangmi yasılı xotin mush kechida xulum qo'shlarni chaqirgan bo'lsanglar, ha? Ular yana nimalarni deyishmaydi? Menga jarimana degan laqabnimi? Osh landizlar qo'ygan emasmi? Tova. Menchi qarislar. Oxiri silning qo'llarida o'ladigan o'xshayman jimo. Bir bo'lsa, qo'sg'imga meni elib jarimana deb gelimni bo'qslar. Bir bo'lsa, tomga usib boshlarni yerib aslar. Mana endi saqiyib turishlarga bugun yana jarimana deb jo'ylib vaqirab, taxtbeshini o'rib cho'qqilarini yerib oldilar. Meni yurgaldi qilyapti jimo. Men asla onamning uyi kessam bo'g'dak. Chidg'im qamadi. Xotin xapamanglar. Men qasdan qilmadim. O'zimmi uqmay qoldi ekanman. Ya men qasdan qilmasam. Xotin, men sizga bir tamballiq tava etib beray. Bugün
Boğa işlerini hoşnu kulumlarga yaymay. Ma kut ağzınlarını azırak jigibin ama. Әмсі маңа bir tamballık tava ipirli, ha? Vay, nem dedi kandı iptemem tükke. Çok kom ipirme kotun. Әмісі her bir joyligenlerde birinin ipirdiğe işleri olsa, sapay çilip, koçuk çık gittiğe işleri olsa meylikti. Sınıf olsun buldukluğun lan de. Ay Ya, bak bak. deymin ha emdi. Şunda Ye. Kopa, kalacak gidiyorum sen kalacak. Edizin çıkmam sen. Kalırız kalacak deydi ama kotun. Ey, keçinin yakçı, cerimane dep, keçicimini örtüp kılıvettiler. Taң-атақ yıkayım bir, közüm aran uykuğu berip dike, nimanda kotulda vurduğandı bu adam, hecep zeriktim. Hakla edizin gitip oldu. Ben seni edizin çıkmam sen davatime. Sılımıcı, etiz işlerine çıkıp bir anca-munca karşı bəsile. Kadir oldum dep, Neçə yıldan beri qıldıq yalanın işlerini əzalığı kıldırıp. belleri şunçala boşap gitdi. Vay, bolu tolu kara kınmay. Çöydemle begire bana. Ben edizliğini verip arınap gireyim. Yürük tük başını kandak, yen koşaklan dokmini söz düşürdü ki. Kotun. Vay can. Uy. Ağır vatandı. Ancamaz. Kotun. Ben hoş bula karanlar. Gecelik kelişmesini bir kemge tınmağın acıma. Ben sizdeki o roman hep biri ben roman. Əmsçü cerimana da tola vesle. Men silici dost atışıp berey. Anda. Hey. Ağıyla. Her yili kumtan su kuruluşuga emgek bardı kemez. Bırak. Mahmut Han başlık bizni evet koyup üzüp bağmaydı ya. Ubası kentin cerimanını kim yığıdı? Ağeniler, cermanının gibini koyuyorlar, adamın keyfini uçurup. Eziz Fuka, ülüşkün, etizde etkan gazılığını bir okuydu. Külüsek mi, derdimiz çıkıdken emez mi? Kanıgıcı bir külüşmeyimiz mi? Şunda kılıyla. Ayxan səmirib qapdı, bədəlləri liqqidə. Ayxan səmirib qapdı, bədəlləri miqqidə. Cirimanı tölədəb, boğivabsan qiqqidən. Cirimanı tölədəb, boğivabsan qiqqidən. Aşundaq da pistige, mini valsan bulamdın. Aşundaq da pistige, mini valsan bulamdın. Sikilekin iş bağrı, dep elimge tolmamdın. Sikilekin iş bağrı, dep elimge tolmamdın. Sikilekin iş bağrı, dep elimge tolmamdın. Güzüge
taşıda çırak küye çırak küye Koca gelle vay Köpçülük, turma işini başlayla. İşleyle. Azrail. Bunu bir yapma. Erken bu yatkile. Lan ketme yetmedi. Pes. Kışana. Lan ketme yetmedi. Bana ağzını kırdı. Bak lan bırak. Bunu işte ya. İşte ya. Bana. Ya bunu. Hey. Eziz başkanı ya. Bu kenetke sayman ağıl ketken o yılgıça çakalam iki hazırlı kiloda. O ana kilovatı da. Kilo. Ulan işte. Bununla köpçüde. İşte Allah. Çıkınla. Erkeğe bu yatkile. Manazi. Neymiş oldu? Ne kıladın? Kile nege? Hey! Kandak nemisen? Grup başlığı durup, dikkalar taşakıp, ketkin anımızı. 20 günlük cerimani yazıp koydum Söyleyce. Belli, kent başlığı. Ben köpnün işiken dep hımpın kımıdım. Ya özümlük şahsi işini kımısam. Yani nemi cermanı permanı o? İmanın bomusu mu, insafın bolsun degen gep var. Herkeden keş! Bu digen siyaset meclisi, siyaset digen siyaset demedi kıyay. Mahmut Xanıka, özleri birer ketim cerman töle paktılı mı? Sen, ne? Başkalardan her kandak yerde cermanını yok mukamı keltirip eliverdik Allah. Şu evet. Kalsı mı? Şu. Sen de la, ot kuyruğlu kımacı bana çıkmaş. Sen, başkalarını kışkırtmadın mı? Siyaset digenden mın bir putuğu var. Undaqda o kent çıkasından aldırıki kıyır yanakını okşaydı geldi. Sen, şunun mu putuğu köp koy ağını la? Ağıyla. Bu diyen kent başlığının kaldırık yerideki yanakdaki la. Zali, kent başkanı sen kıl. Sen tıkıvaşlan, ben bilen tetişkilen tetişken. Sen tıkıvaşlan, dedi de, ben kılarımı kılamadım ağır şey be. Kıp tutup dur. Limon diye. Kıp tutup dur. Kıp. Bu östanlık çabuk buldu. Bu östanlık. Sen biz kimi paylaştık emez mi? Birden de. Edemez. Açlık işte bu. Gayret kılar. İnsaniye kamaliye etrafiye
Sultan Şuje. Qandaroq? Hamtam ahvol yaxshimi? Yaxshi. Qubdan to'dingmi? Yaxshi. Ahvol yaxshi. Qubdaqdan kelyaptimdiq nima? Sultan Şuje, o'zlari partiya maktabiga o'rganishni tugatib qaytib kelgan o'xshamamlar. Yo'qay. Bolaninki mijozga qo'yib qilibdi ekan. Shuning bir necha kun ruxsat so'rab kelgandim. Hoy, sizga nima bo'ldi? Qapoqlari qor bulutdek tutilib ketdi-ku. Hey, bu dehqonqaq degancha kichkina kunning serig'ini ko'rib, qo'liga 4 tanga kirgan kuni mashillanga minib, bo'yningga das osman dedi-ki. Endi dehqonlar bilan birini deyishib qoldikmi nima? Shu, bu haqqa kishining iqini ko'zak olmaydi. Og'ziga-chu mazmut jugan silish kerak, jugan. Bo'lmasa, mush eziz chiqayotgan meni xop qilib Hozir jugan silish emas, mushu chaqichi silgan juganlarni ilib itish. Ularga maqsadni ko'tarib berdik. Ya'ni siyosat xilof siliqlarni siliversak bo'lmaydi. Ishxonda qo'yg'idagi yami qolmabdi. Hatto bug'doy, qo'noq, kigiz, jo'ng hammasi bor. Hatto bichar dehqonlarning oshqochlaydigan sandig'ini ekvopsizlar emasmi? Men bir timpol, bir qo'shiq osh qarinda o'tib ketgan bo'lsa, ma gelimga. O'nlaq chiqsin. O'nlaq ma gelimga. Men sizni yeb ketdi deganim emas. Bu ko'rinishga kollektiv uchunda xizmatni chim tutganda ko'rinsimi, lekin amaliyotda dehqonlarning aktivligini bo'g'ish. Emisme öktemli qilib, ularning keketigidan bo'g'ibdi menda. Hey, bir oy ro'z tutib, po'xti eg'iz ochdi degan shuda. Mantaxun. Voy. Bu odamga shuncha gap qilsammi, qilch ta'sir qilmabdi-da. O'rinsiz jarimona ham har xil seliqlarni bekor qilishni ta'kidladi. Chunki o'rinsiz jarimona va seliqlar dehqonlarga selingan bir jugan. Biz mundaq juganlarni cheqib ichishimiz kerak. Sultan Şuje, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, ha. Voy, siz bu Gulaysham-ku. Ha, ahvolingiz yaxshi. Yaxshi. Qo'mtaq suv qurilish maydonidan kelyapsiz nima? Ha. Aziz akamga non bilan tomoq qapirib keldim. Uyingizni ko'rib kelgan odam xo'shumay, qapoqlaringiz turilib ketibdi-ku. Voy, nima bo'ldingiz bu? Nimaga yig'laysiz? Bo'ldi, ko'nglingizni buzmang. Ha, bir ish bo'lmaganda? Bo'ldi, qapmoq. Ha, bo'ldi, yig'lamang. Juring, Ahmed, birdan bir paranglashib. Bo'ldi, yig'lamang. Bo'ldi. Ha, makilan. Ha, men birdan paranglashlar. Yig'lamang, yig'lamang. Ha, nima bo'ldi? Mana bu gapingiz bo'lsa, dana. İziz qolib qo'ydimi ya? Yo'q. Sultan Şuje. Bizning o'g'loqlik o'chkimizni jarimona deb aytib ketdi. Siyosat shundoq deydi. To'q yapti. Qani men bir iniqaroq so'zlab beraman. Zodi bu ishning jarayoni zar qandoq? Men bir boshdan oyoq bir iniqaroq so'zlab beraman. Zod nima bo'ldi? Ma'qul. Aldırmay so'zlama. Qanday degan gap bo'lib ketdi bu deyman. Onungiz bir tul ayol tug'sa. Tamam. Bo'ldi. Sal götür, mamani götürme. Ta, götürelim. Tatlımız. Yapamaz. Insafsızlar!
Yana Jarimani qo'yapti. Meningdek tulxutini qaqshatdim demsa? Teshtiqma. Zuvaning tutilib ulasa ilohim. Sizlar bir tul ayol tursizlar. Nadiki jariman ekan bu? Ay, shu xamandiki qunaqni nemish so'qmiding deb olgan jarimanisi bo'lmamdi u kishining. Bu qig'ini toza yaxshi bo'lmabdi. Bo'ldi, ko'ngillarga olmasizlar. Silini tul deb har yili yoshlar kelib, yerlarni terib, sug'urib, o'tab beribsa, kanat boshlig'ining bu zodi nima qig'ini? Bu qamlashmabdi. O'tganda kelib, to'qiyimni ep ketdi. Bo'la, menga qarab turmang. Bo'la işte. Mana bugun kelib, o'g'loqliq o'shkamni epmangdi. Endi mening uyimning bo'risidan tutun chiqadiganqa nimam qoldi mening? Ana, bo'ldi qilin. O'zingizni bilsizlar, ana. Bu navbat yana kelib qolsa, bog'loqdiki ishtonlarni qo'yib yetaman. To'xtaxun bovayning yo'g'inimi jarimani deb ep ketdi. Nima? Jarimani? Aşı namurat bovaydınmı? Tova. Bu kent başlık Rastullam jarimanı sarılıp kaptı cuma. Kındap yıkına. Zade emili ahval kandak. Hemen dana. Mahmut Khan, insaf kılısıla. Bu çizgiler ben. Yılbaşları beni koran saklap koymak. Koy ver teybe. Koy ver. Koy ver. Bu nim tuzalları. Kova, dayı. Toxtaxon, bu neymiş? Nim bulattı? Yani şu yüzü kılın jarimane. Sizli degen beşti kepil aile turusla. Şu emasmi? Oqsham tushib buzilib qolgan chig'i u insofsiz jarimani. To'qib poq yemasdi kelib, kuzgi bug'doyni sug'amabsan, jarimane devatmamdi. Bu jarimanening qo'yrug'ini qachonmi qum bossa. Sultan Shuji qaytib kelmigicha dehqonlarning chirig'i o'ri ko'ymaydigan bo'ldi. Shu emasmi? Xudoyim. Qandaqmi qilamiz? Gulayshim, men qumtoq suv qurilish maydoniga mangan. Siz xotirjam bo'ling. Boshqalarmi xotirjam bo'lsin. Men bu ishlarni cho'qim pat ardidan bitirib qilaman. Sultan Shuji, sizlar boldiroq qaytib kelmasizlar, biz turmushda bek qiynalib ketdik. Nima ish keldi? To'xining tuxumlarini ham qiytiq setib turmushimizni qandaydik. Hozir sutni qiytiq qilib o'yitadigan o'g'loqliq o'chga, tuxum tug'diradigan to'xlarimiz kent tashkilida so'laqliq. Men shu bir necha kun ichida hammani aniqlab bir yo'llam hal qilib beraman. Bo'lammi? Rahmat sizlarga. Belli. İzcanı ko'rib kelganimga mushta qo'sha oltumay yig'lamda.
Qumtağdan yezimizga bir o'stan suv boshlab olgan bo'lsak, qandoq yaxshi bo'ladi, ha? Yezimizning suv kamchil bo'lish masalasi hal bo'lib, dehqonlarning yukimi xeyli yengillashib qoldi. Sen geldin. Şuna oldu ya. Olamsa mı? Rasta esla ağıyla çıma. Rasta esla. Şuna boğan esla. Buna. Düşmemse? Şime. Buna. Za. Sen de baba. Bana. Bana lan. Çe. Bu ne? Ho. Yeni baba. Çime. Ba. Çek sen geldi. Oltaya versen çek. Durmak şula mı? Bizim baba nerede? Sen bağ mıydın? Kilekler sen çek. Yine bir za. O nimanda zacak çıktı sana. Zarını ba doktor. Çek. Sen de baba. Bak. Sınavma. Cidden ne? Pulu setip aldıgan mümicazın ba. Karab durup beşinga pitselip aldın emasma. Vay nemi qoqquloq. Vazifani ado qilamisakan, jarmonani do'qisa. Bu haltırma özünün özü. Kenet başlığı he disila. Dopisnake dese beş nekildike. Diginim doğru mu? Ha, doğru. Şu bu adam rasa yumşaq baş. Galdı guldun nörməsinin biri. To'g'ri. İqtisad tutqan adamның qo'lida mizan buludu. Şu bundaq tüzümde yo'q narsalarni kirim qilib bo'lmaydiganligini obdan biladi. To'g'ri. Lekin saman xalqning bo'g'ini bilan samonliq o'zamning deb eli berdigan gap. Shundaqmi? Hammasi xato. O'rmonlarga ziyon solgan, soni yar oldirib, ziroatlarni eqitib etgan, mahsulotni kamlatgan, umum uchun 52 kun haqsiz ishlash vazifasini ado qilmagan qatorliq o'zimiz bekitgan bir qator tuzumlarga xiloflik qilganlardan jarimani elish tamoman yo'lliq. Shu yo'lliq. Lekin hozirchi Shu. Vaqirsangmi? Yo'talsangmi? Hammasiga jarimani. Kishi qattiqroq kulishdimmi? Qo'rqadigan bo'lib qoldi desa, deginim to'g'rimi? Ha?
Rost, 2 yildan beri dehqonlar halol amalgining ta'minini tetdi. Ammo solchilik ta'siridan qutulolmayotgan kadrlarda manfaat to'qinishi bo'layotgandir qanday? Ularda yana qanday andishlar bordir? Dehqonlarning yo'qsizlikdan zarlanishi, ochiq yosh to'kishi ular uchun o'zini ko'rsatishning birdan bir fursatimi? Ular zodi nima uchun mushunda qilishidir? Yo'q. Ularga samimiy yordam berish kerak. Açık bo'lib qoldi ekan. To'g'ridaysan. Undan ko'ra boshqa gaplarni qilishib. Shuni qilaylik. O'tmaydi mana. Ha, gaping bo'ldi mana. Ara apne. Chala. Ağzından zahar tamsımı anlaymiz. Qandaq dedim. Ha? To'g'ri. Chala yemsa. Tam kaldım o öyünde Cirmane almaygan Tam kaldım o öyünde Cirmane almaygan Almansızlık alalmay Yıkıt burnun buldu kan Cirmane alalmay Yıkıt burnun buldu kan Cirmane alalmay Yıkıt burnun buldu kan Oğulip ayxanne Bergin dedin cirmane Boğulip ayxanne Bergin dedin cirmane Mumus kılmay xutunun diye Sürüdün cirmane Mumus kılmay xutunun diye Sürüdün cirmane Sürüdün cirmane Assalomu alaykum. Bayzonlar qanday ahvolingiz yaxshimi? Obdan turibmi? Qanday aka? Ahvolingiz yaxshimi? Obdan turibmi? Ha, sultan shuji. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bayzonlar. Assalomu alaykum. Yaxshi. Keling. Adam. Ha. Sizlar uyda yotqili, hep top qoldi qarsizlar. Men atiyozlik terilg'imi boshlandi desizlar. Bunda bir itizlar chiqib, dehqonlar nima ishlarni qilyotdi, bunda bir ko'rib, bir tekshirib kelmamlar. Mushundaq kash yomonlab uyda yetiveramlar. Sizlarning nalarimi bir kanit boshlig'i? Oy, gap qotimi sizlarga. Ha, ma'qul, basan baraya. Chopini bilan amal talpigini eshitib turanglar bunlar. Ha, ma gaplar xil bo'ladi. Hozirlar chiqaymi? Ha, mana. Kesdi. Bundaqa. Mana. Siz. Qiziq odam. Mana bu. Aka. Mana bu. Mahmudxon dehqonlarning qumtog'dan qaytib kelib, atiyozlik terrorligiga jiddiy kirishib ketganligini anglab, ichi tortildi. Ham ularning qo'shal-qo'ram naqsh etib ishlashlaridan nima uchundir izzat hurmati to'kilgandek tallari so'g'oq shurgan. Shunga u qo'soq ko'pigini chiqarib olish uchun e'tizorga qarab mangdi.
Bo'lma. Az qoldi. Hava jipsizib ketsa. Qadiraxon, xotini kesdi. Xudo, choy ko'ta. Hey, Esselamu aleyküm kent başlığı. Bu ineklerini çetvaplığı özüm öze. Ney, bak, kişim ağırıp kaldı dedim ko ben. Ha? Hoş. Muasıqa 50 taqadın tökelemse tökememse. Özünün özü. Yoksa kıgım kemlediğinde turdu. Vay vay. Çöresinde tökümen. Şunçilik. Ha? Onda koyuz şu, 10 kilodan ak oğut kuş tücülü ha? Bulmasa tağırığa 5 köyden hesaplap ceriman alıver. Bu kenet başlığı bu özünün özü. Hey bolde, bu genç siyaset. Kutuma. Ay bu Gelsin gidiyor ha. Hey. Men burun izzet hürmetlik başlık dedim. Toy toykillerde hemmisi kol koşturup bana toyunu boşatsa Ligen'den o çoğu hem geçtik aldığımda bulattı. Ben Ligen'e kol uzatmak için başkalarının kol uzatışına haddemezdim. Hele o tang demetiklerimken hatta kıyırım moyuz kitlerimi ben kaş götürüp karayamaydı. Bana emdilikte ağzının anısından süt ketmegen ezdik var çıkıda bana çakçak kılamazsa kandak canım olup gitti bu. Qara. Mahmenin ünlü geçkini kılırgan Mehmet geçkini beni meskiri kılmadı da. Öz vaxtida alqanda qog'oz uchun bo'sig'dan daljimas ishdak quyruq siparish berganmizmi? Hey. Qandaroq qilyapmiz? Men buyruqqa ishga. Ha? Hatırlayacağım bu bossla kenet başlığı özünün özü. Bu burun kısmı bilen kılayetimen deysiler. Hatırlayacağım bossla. Tam ne? Puxturoq edilayin 4 kun o'rilib tushmisan. Ha? Mehmet Kengash. Hatırlayacağım. Obdaroq edilar. Ma'qul. Ha. Shuni qilaver. Kenet başlığı bu encir ben tatlı kışıptı sili bir yavasıla kane yavasıla ağızlarga kommedek sasla tatlıyak Ma'qulimiz yo'la ya. Ben koyup bereyim. Bilamiz ha. Kane yavasıla. Deyğanın acırkende. Şaşırkende.